Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor xabarlar dasturi yana sizning e'tiboringiz markazida. Prezidentimiz sohadagi asosiy maqsad va vazifalarga to'xtaldi. Bular kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi ulushini 55% ga ko'tarib, 70 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat yaratish. Yangi bozorlarga kirib borishda transport, sertifikat va standart masalalarga ko'maklashib, kichik biznes eksportini o'tgan yilgi 9 milliarddan 12 milliard dollarga olib chiqish. Ichimlik suvi, kanalizatsiya, yo'l, qurilish, kommunal xo'jalik, yetkazib berish, utilizatsiya, migratsiya, madaniyat va ijtimoiy xizmatlarda kichik biznes ulushini 2-3 karra oshirish. 1,5 million doimiy ish o'rni tashkil qilib, sohada band aholi ulushini 75% ga yetkazish. 100 nafardan ko'p ishchisi bor korxonalarni 400 mingtaga olib chiqish. Kichik biznesda yangi 100 ta brend mahsulot chiqarishni yo'lga qo'yish. Kichik biznes ishtirokida 200 ta startup loyihalarni moliyalashtirish. Yangi tadbirkorlar oyoqqa turib olishi uchun, ayniqsa ular faoliyat boshlagan birinchi yilda qo'llab-quvvatlash juda muhimligi ta'kidlandi. Masalan, oxirgi 3 yilda 17,5 mingta korxona tashkil etilganiga 1 yil to'lmasdan tugatilgan. Ayniqsa, Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Jizzax viloyatlari mas'ullari yangi korxonalar bilan ishlashda eng orqada ekani ko'rsatib o'tildi. Bundan buyon tadbirkorlikka endi qadam qo'yganlar uchun birinchi imkoniyat tamoyili joriy etiladi. Ya'ni ilk bor ma'muriy huquqbuzarlik qilgan tadbirkor javobgarlikdan ozod qilinib, kamchilikni bartaraf etish uchun imkoniyat beriladi. Bir so'z bilan aytganda, yangi ish boshlagan tadbirkorlar birinchi xato uchun javobgarlikdan sug'urtalangan bo'ladi, dedi prezident. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.